Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz YouTube podpischilarimiz, Faisal kompaniyaning klientlari, podpischiklari, sizlar. Bugun Faisal kompaniyamizda bizlarda toza yangilik deganda bizlarda plug, freza, traktorlarimiz geldi. 20 ot kuchidan 80 ot kuchinadan hozir bor qo'limizda. Уже girdi, tamojada bo'ladi. Pluglar geldi. Toza yupska pluglar istedik. Biz o'zimiz zakaz qilib aldirdik buları. 3 korpusda aylanib tashidan plug. Buları 30 ot kuchi, 40 ot kuchi, 50 ot kuchi 3 korpusdan tortadi polni. Buları tortib o'zimiz istedik hozir. Buları xudo bersa, bundan kichkina traktorlar bo'lsa bir korpusdan olib tashlasa 20 ot kuchlar ham polni bemalol tortib biladi buları. Bularda yine frezalar geldi. Frezalarımız 2 xil variantda geldi. Frezalarımız 40'lık. 40'lık deganda reduktor bakuvvatlık aytıladi. 40'lık deganda reduktor içinin şesternaları neleri bakuvvat xilisi 40'lık. Sel bundan ejizroq, arzonroq chiqadigan varianti bor. 36'lık bo'ladi. Uchoqlar hammasiniki bir xil bo'ladi. Yine 1,5 metr. Bu 20, 30, 40, 50 ot kuch traktorlara qo'ysa bo'ladi buni. Plugimizni o'tkazsak, plugimizni to misol uchun 20 ot kuchidan tutib, tuzib Belarus ham qo'ysa bo'ladi buları. Oddiy misol uchun katta traktorlarga qo'yib ham ishlatsa bo'ladi. Universalniy pluglar keldi yine. Buni soni cheklanmagan, bor, ikkala plug desanglar, ikkala freza desanglar topib beriladi. Izi yana bor, kelyapti. Kimgadir shu mahsulotlarimiz qiziq bo'lsa, bizlar bilan bog'lanishingiz mumkin. I'm